drone racing musobaqalarida 3 tasida respublikanskiy chempionman, birinchi o'rinda turaman. Birinchi marta pultda boshqarilgan tank qilganman. Hozirgi kunda shu Farg'ona shahardagi 11-o'rta ta'lim maktabida 11-sinf o'quvchisiman. Videodagi samolyot yasash uchun agar yaxshi narsalarni ishlatadigan bo'lsangiz, taxminan shu $1000 atrofida ketib qoladi. $200 mW videoperedachka bilan 2,5 km uchib kelganmiz. O'sha biz uchun natija bo'lgan. Unda hamma biladi, GM bor va GMda mashinalari o'ziniki basisi bo'ladi. Ishlash uchun, jarayon uchun hamma narsalar tayyor bo'lsa, 3 soatda bemalol tayyor qilib yasab qo'ysa bo'ladi. Menda orzu yo'q, menda maqsad bor. Biloliddin va Asilbek yosh bo'lishiga qaramasdan robototexnika va mexatronika yo'nalishlarida xalqaro tanlovlarda yuqori natijalarga erishib kelmoqda. Ularning orzulari emas, maqsadlari talaygina. Biloliddin eng zo'r ixtirosini taqdimotini o'tkazmoqchi bo'lsa, Asilbek esa o'z avtomashina zavodini ochmoqchi. Birinchi ixtiroim qanaqa boshlangan? Birinchisi shu maktabda Yoshlar ittifoqi degan tashkilot bo'lgan. O'sha tashkilotda men sardor edim, maktab sardori bo'lganman. Yo'nalishim shu ixtirochilikka ozgina qiziqardim. Yo'nalish bor edi, Kamalak yulduzlari degan tanlov bor edi. O'shda qatnashib, birinchi o'rinni olganman shahar bosqichida. Undan keyin viloyat sardorlikka qiziqqanman. Viloyat sardorlikka endi nima deydi, sardorlik faoliyatini yana ham yaxshilash uchun viloyat sardori bo'lmoqchi bo'lganman, harakat qilganman. Birinchi shahar yo'nalishiga chiqqanimda imkon yo'nalishi bo'lgan. Qatnashganman. Loyiha o'ylash kerak bo'lgan. O'sha loyiha o'ylab turgan vaqtimda Sardor aka degan odam bo'lgan. Sardor aka o'sha bizning yoshlar yetakchimiz edi. Maktabda bizga qarashardilar. Shu ideya berganlar. Ayxassa degan loyihaning boshlanishi o'shundan boshlangan. Birinchi bo'lib, Ayxassa bu nima? Ayxassa ko'zi ojiz, imkoniyati cheklangan insonlar uchun qurilma. Bu narsani oldin ham qisman darajada ko'p eshitilgan, lekin chiqmagan hech qayerda. O'sha loyihani men oddiyroq holatda versiyasini hatto prezentatsiya qilib aytib berganman, tushuntirib berganman, imkon yo'nalishiga to'g'rilab. Shahar bosqichida o'tganman, undan keyin viloyat bosqichiga o'tganman. Keyin o'sha sardorlik faoliyat vaqtida, jarayonida o'sha hassani qilish o'sha payga tushib qolganman-da. Payga tushib qolib, keyin o'qishni boshlaganman. Chunki men unda rosa ham kichkina edimda. Juda ham kichkina edim. Kimdan maslahat olib, qayerga borib, u narsani qanaqa qilishni men o'zim qilish xohlaganman-da. Kimgadir pul berib qildirish emas. O'zim keyin o'rganish boshlaganman. Marg'ilonda RTM bor, raqamli texnologiya markazi, ishga borib o'qiganman, C++ da o'qiganman. Yana bilim yetishmovchiligi sababli keyin Tatuda ustozlar bor, ular yordam berishgan, Rasuljon aka yordam berganlar. Hozir ham ustozimiz. Ular yordam bergan. Keyin undan keyin Toshkentga borib o'qiganman. Toshkentga borib o'qigandan keyin уже sekin-sekin достижениyalar chiqishni boshlagan. Startaplarga olib chiqqanman bu loyihani. Loyihani olib chiqqanimdan keyin startaplarda уже bir ikkita ko'zga ko'ringan, lekin natija bo'lmagan. Eng oxirgisi shu adashmay turgan bo'lsam 2023-yilda oxirida men 16 yosh bo'laman. 16 yosh vaqtimda o'sha bitta startapga qatnashganman. Farg'onada shu do'stlarimiz bilan birga borib, komanda ishtirok etganmiz. Ayxassani prezentatsiya qilib berganmiz. Bizga grant chiqmagan, lekin investor chiqqan. Investorimiz Timur Azamatov degan odam. Juda ham katta yordam bergan mana shu sohaga kirib kelishimga, meni shu har tomonlama rivojlanishimga ham, shu darajaga ham qisman yetishimga ular sababchilar. Timur aka menga investitsiya berganlar. 1 yil davomida shu Ayxassa loyihasini qilganmiz. Ayxassa loyihasi 1 yil davomida qilingan, prototipini juda ham mukammal darajada bitkazilgandan so'ng investitsiya to'xtagan. Chunki Timur aka investorlar, uchreditelь boshqa. Shu sababli investitsiya to'xtagan. U loyiha hozirgi holatda
Prototipi tayyor. Endi hozir har xil grantlarga topshiryapman. Agar chiqib qolsa, производство qo'yish niyat bor. Juda ham zo'r loyiha. O'sha hassani qanaqa funksionallari bor, misol uchun harakatlanish vaqtida oldida to'siq chiqib qolsa, ko'z oldi odamga vibratsiya beradi, qo'lda vibratsiya beradi. Imkoni boricha minimalistika qilganmiz. Чтоб расход ko'paymasligi uchun hassaga joylashtirilgan qurilma bo'ladi, blok bo'ladi, o'shaning ichida kontrolleri bor. 1 yil nimaga vaqt ketgan? 1 yil shunaqa prototiplarni test qilishga, misol uchun uning ichida GPS qurilmasi bor, shu Sputnik bilan ma'lumot almashib turgan joy lokatsiyasini aniqlash uchun. Misol harakatlanib ketyapti ko'z oldi odam, yo'l to'siq bor, vibratsiya beradi. Ya'ni bu tomonga qarasa to'siq yo'q bo'lsa, yo'lda harakatlanish davom etib ketadi foydalanuvchi. Agar qanaqadir o'zida noxush vaziyat sezsa, noqulay holat bo'lib qolsa, knopkasini bitta bosib turgan joy lokatsiyasini yaqinlariga tashlab beradi. Kimni kirgizgan, misol 103 da yoki misol qanaqadir uydagi oila a'zolaridan bitta kishini kirgizib qo'ygan bo'lsa, shu odamga SMS bo'ladi turgan joy lokatsiyasini. Lokatsiyasini ham aniqlash uchun juda ham kodovый часть tomonidan, elektronika tomonlama ko'p e'tibor berilib, yaxshi yasalgan edi. Shu funksiyalari bor. Hozirgi kunda shu Farg'ona shahardagi 11-o'rta ta'lim maktabida 11-sinf o'quvchisiman. Undan tashqari o'zimiz shu shaxsiy komanda bor. Shaxsiy komanda bilan shu o'zimizning sfera bo'yicha, robot texnika sferasi bo'yicha yoki masalan FPV sferasi, samolyotlar yoki bo'lmasa qanaqadir foydali qurilmalar, qanaqadir musobaqaga tayyorgarlik robotlar yasaymiz. Shunaqa yasab kelamiz. Yo'nalish juda ham ko'p, направление juda ham ko'p. Shu sferada shunaqa narsalar yasaymiz. Samolyot yasalish qanaqa boshlangan? Biz o'zi oldindan har xil modeldagi samolyotlar yasab kelganmiz. Samolyotimiz ham bo'lgan ham, bo'lib kelish jarayonida ham, hozirda ham. Aynan uni ko'rinib qolganini bitta qanaqadir holat bo'lib qoldi. O'zimiz ham kutmagandik tarqab ketishini, kimgadir ular u videoni kimdirlar ko'rishini. Undan tashqari yana boshqa samolyotlar bor, lekin aynan o'sha chiqib qolgan, aynan o'sha videodagi samolyot bo'yicha gaplashamiz. Qanaqa yasalgan? Oddiy shu Pokeydan bo'lgan bozorda sotiladigan samolyot olingan, ichiga o'sha bir ikkita qism motor yoki bo'lmasa qanaqadir upravlение uchun kontrollerlar joylashtirilgan va o'sha bilan uchgan. Hatto videodagi samolyotni Facebookda ko'rsangiz ham izohlarda yozishibdi, bu yangilik emas, aviamodelistika o'zi rivojlangan, O'zbekistonda bu narsa bor, xoyli qoladigan joyi yo'q deyishgan. To'g'ri, uchishi muammo emas. Hatto ko'pchilik uchishga ham qiziqqan, uchishi muammo emas. Lekin uni ko'rsatib bergan natijasini ko'pchilik odam tushunmabdi. Biz nima uchun uchirganmiz? Hatto shunaqa narsa bor. Biz o'sha mini samolyotda 200 millivatli video передатчик bor, video uzatgich bor, modul bor. O'sha bilan 2,5 kilometr uchib kelganmiz. 200 millivatli video передатчик bilan 2,5 kilometr uchib kelganmiz. O'sha biz uchun natija bo'lgan. O'sha borgan uzoqlik masofasi 2,5 kilometr bo'lgan, 200 millivat bilan. Shu natijani o'zimizga qayd etganmiz, rivojlanishda davom etyapmiz. Hozir undan yaxshilarini yasaganmiz. Keyingi maqsadlar o'sha 25 kilometr uchib kelish. Ishlash uchun, jarayon uchun hamma narsalar tayyor bo'lsa, 3 soatda bemalol tayyor qilib yasab qo'ysa bo'ladi. Vazifasi aynan bitta narsada bo'lmaydi. Uni har xil vazifalarda, har xil maqsadda foydalanish mumkin, ishlatish mumkin. Xo'p, uni nimaga yasaganmiz? Biz har xil sferada ishlaymiz-da. Misol uchun robotlar yasaymiz, kichkina qanaqadir urushadigan apparatlar ham yasaymizda. Uni yasab nimaga ko'rdik, nima qila oldik? Bilamiz, o'sha chet davlatlarda bizga o'xshagan tengdoshlarimiz ko'p narsalar qilishgan, dronlar yasashadi yoki qanaqadir undan ham yaxshiroq narsalar yasashadi. Bizda qisman kamroq. Qisman. Biz ham universitetga kirsak, biz ham yasaymiz. Undan yaxshilarini, yangilarini yasaymiz. Lekin yasashdan maqsad uni biz ham o'sha narsani qilib ko'rib, biz ham o'sha narsani rivojlantirib, biz o'zimizni ham shu tengdoshlarimizga namuna qisman sifatida ko'rsatib berish. Videodagi samolyot yasash uchun agar yaxshi narsalarni ishlatadigan bo'lsangiz, taxminan shu $1000 atrofida ketib qoladi. Agar yaxshi narsalar ishlatsangiz, uchish davomiyligi ham, samolyot o'zi ham zo'r chiqadi. Menda orzu yo'q, menda maqsad bor. Yaxshi olimlar, yaxshi ixtirochilar qatoriga qo'shilish, o'zimizdan shu bitta yaxshi narsa qoldirib ketish maqsad. Imkoni boricha odamlarga foydasi tegadigan. Xursand bo'lib, mana shu bola shunaqa narsa qilishgan ekan deysiz. Men o'z xursand. Menga oy kerak emas. 2024-yil va 2025-yilda bo'lib o'tgan drone racing musobaqalarida 3 tasida respublikanskiy chempionman, birinchi o'rinda turaman. Ilm Musk bilan ko'rishib qolsam deb o'ylamayman unaqa. Men yetarlicha o'zimni imkoniyatimdan, sharoitimdan, bu yilga kelib chiqadigan holatimdan kelib chiqib maqsad qilaman. O'sha maqsadimga harakat qilaman. Orzu ham qilmayman. O'sha Ilm Musk bilan ham ko'rishishdan niyatim ham yo'q, orzuyim ham yo'q, maqsadim ham yo'q.
u odam to'g'ri o'zini sohasida bizni yo'nalish bo'yicha juda ham katta natijalar qilgan. Endi hozir kichkina bola tam Elon Musk mensimayapti, unaqa deyapti, bunaqa mayli, menga kerak emas. Keyingi rejalar hozir главный turgani bu yil ham shu 2 karra bo'laman, agar nasib harakatdaman. Shu 2 karra O'zbekiston ichida hozircha shu drone racing yo'nalishi bo'yicha chempionlikka ushlab turish. Keyin undan tashqari o'zimning soham bo'yicha imkoni boricha harakat qilyapman. Hozir iHassani ham har xil grantlarga topshirganman, biriktalarda отказ keldi. Prezident Rekord degan tanlov bor. O'shunda o'tgan yil 4-o'rinni oldi. Bu yil bo'lajak olimiga topshirdim. Unda ham o'ta olmadim grantga. Boshqa shu birorta grant chiqib qolsa, birortasida qatnashib, shu loyihani oxirigacha yetkazib qo'yish, chunki chala qolib ketgani yaxshi emas. 9-o'rta ta'lim maktab o'quvchisiman, Farg'ona shahrida. Men IT programmirование, startaplar va robototexnikaga juda ham qiziqaman. Shu injineriyaga qanday kirib qolganman va nimadan boshlaganman degan savolga men shunday javob beraman. Albatta hammamiz yoshligimizda ota-onamiz bizga har xil o'yinchoqlar, pultda boshqariladigan mashinalar berishgan. Va men shu narsadan boshlaganman albatta, hamma bolalarga o'xshab. Ichini razbor qilib, motorlarni olib, kontrolini olib, miyasini olib, razbor qilib, o'zimga detallar to'plashni boshlaganman. Va shu detallarni to'plab, mayda ixtirolar qilib, oxirida bitta o'zimga yaxshi ixtiro qilganman. Birinchi marta pultda boshqariladigan tank qilganman. O'zimga bunda menimcha 6-sinf edim va bu narsani maktabimga olib borganman. Va maktabimda menga sertifikat berishgan. Birinchi o'rinlikka shundan ketgan robototexnikaga qiziqishim juda ham ortgan. O'tgan yil Olmaotada bo'lib o'tgan First Global Challenge musobaqasida ham ikkita oliy o'rin kiritganmiz, ikkita komanda bo'lib borganmiz. Birinchi va ikkinchi o'rinlarni olib kelganmiz. Sertifikat berishgan, yo'llanma Gretsiya uchgani va Gretsiya dunyo miqyosida bo'lib o'tayotgan First Global Challenge bo'yicha qatnashishga. Ular vazifasi shartlar bo'yicha ish bajarishadi. O'tgan yili bu 30 sm to'plarni tepaga 2 metrga qo'yib va balla yig'ish bo'lib o'tgan. Shu hammadan katta orzuyimlar va maqsadlarim mashina ishlab chiqaradigan kompaniya ochish. Nimaga desalaring, chunki O'zbekistonda hamma biladi, GM bor va GMda mashinalari o'ziniki basisi bo'ladi va men O'zbekistonda faqatgina O'zbekistonda chiqadigan mashina chiqarmoqchiman. Dvigatelniy bloklar, ballonlar, полный kuzov va o'zining elektronikasi O'zbekistonda chiqadigan, O'zbekistonda bo'lib ishlab chiqariladigan mashina kompaniyasi ochmoqchiman. O'zimning tengdoshlarimga aytadigan gapim bo'lsa, albatta boshlash kerak. Hamma yo'lda boshlash kerak. Boshlangan narsa albatta oldiga yuradi. Hammadan qiyin narsa ham boshlash. Boshlanglar, albatta ko'tarilasizlar. Intilganga tole yor deyishadi. Yurtimizda axborot texnologiyalari sohasi keng rivojlanmoqda. Bu imkoniyatlardan foydalanish zarur, xuddi qahramonlarimiz kabi. Mushtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozod Sharobiddinov tayyorladi.